Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi video yo'riqnomada biz sizga aliment bo'yicha qarzni aniqlash qanday tartibda amalga oshirilishini ko'rib o'tamiz. Jarayon juda oddiy. Shunchaki o'sha MyGo.uzdan ro'yxatdan o'tgan holatingizda MyGo.uz ilovasi orqali kirasiz. Demak, ro'yxatdan o'tish jarayonlari xususida aynan kanalimizda yo'riqnoma joylashtirilgan. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, aynan shu kontentdan foydalanib ro'yxatdan o'tish jarayonini amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Xizmatlar yo'nalishi orqali ma'lumotnomalar ustuniga o'tamiz va bu yerda aynan o'sha aliment bo'yicha qarzni aniqlash xizmati orqali kiramiz. Xizmat bepul amalga oshiriladi. Xizmat demak avtomatik tarzda va biror bir turda hujjat talab qilinmaydi. Xizmatdan foydalanish qilamiz. Bu yerda bizga yagona shu quyidagicha oyna ochiladi. Bu yerda oldin siz bitta ustunni aliment to'lovchimisiz yoki oluvchimisiz belgilashingiz kerak bo'ladi. Deylik, aliment oluvchi sifatida belgiladingiz va tekshirish tugmasini bosasiz. Demak, navbatdagi oynada bizda yuqorida chiqarib turibdi, siz aliment oluvchi emassiz degan oyna, aynan e'lon. Demak, aliment oluvchi sifatida bo'lgan, demak, aynan aliment oluvchi fuqarolar bo'ladigan bo'lsa, bu xizmatda bu yerda aynan qarzdorlik summalarini aks ettiradi. Hurmatli tinglovchilar, biz bilan bo'ling va hayotingiz davomida doimiy zarur bo'lgan xizmatlarni uydan turib qanday boshqarish kuzatib boring. Yo'riqnoma foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlang. Keyingi kontentlarimizni o'tkazib yubormaslik maqsadida qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Shuningdek, tanishlarga albatta ulashing. Ajab emas bu jarayon. Aynan asosan aliment oluvchi yoki to'lovchilarga naf tegib qoladi. Umuman jarayon haqida ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lganlar uchun bu ayni muddao bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.